Yunusobod betongang bo'yida Xonsaroyning okean loyihasida 2 xona balkon bilan qo'shib hisoblasa 80 kvadratlik kvartiramiz chiqdi. Kadastrda 64/4, 4-etaj, 16 etaj Kalinovostoykadan domdan. Arzon narxda kanalida 58.900 dollarga arzon qilib beramiz. Baquvvat 2 ta lifti bor. Liftga chiqqanimizda uzun, katta, keng, yorug' koridor. Odamlar ko'chib kirib yashab yotishibdi. Bu yer zina orqali chiqiladigan joyi. To'g'ridagi o'ng qo'ldagi ochiq turgan kvartiramiz hisoblanadi. $340 yaqinda anaqa qilib qo'ygan ekanlar. Kabel tortib chiroyli remontni boshlagan paytda уже pul kerakligi uchun sotishyapti ekan. Kirganimizda birinchi kattakon xonasi. Buni kengaytirsa ham bo'ladi. Balkoni bilan qo'shib hisoblasa bu umumiy kvartiramiz 79.9 chiqadi, ya'ni salkam 80 kvadratlik kvartira. Bu o'tganimizda ikkinchi oshxona qismi, gazi, sovuq suv, anaqa elektr toki hammasi kelib turibdi. Qo'shnilar ko'chib kirib yashab yotishibdi. Uni o'tganimizda ikkinchi xonasi ko'rishlaringiz mumkin. Xonalar yorug', endi remont qilgandan keyin yorug' bo'ladi albatta. Bu yerda mana kattakon balkoni bor. Xohlasalaringiz ochiq qoldirasizlar, xohlasalaringiz yopib tashlaysizlar, lekin ko'pchilik yopib tashlab buni kvartiraga qo'shayotganlar ham bor. Bu uyda olganingizga o'zingizniki bo'ladi. Mana shu balkonni qo'shib hisoblasa 80 kvadrat salkam 79.9. Mana bu alohida oshxonaga ham kiradi, narada alohida xonaga ham kiriladi. Endi bu yerda bitta ideya qilsa bo'ladi. Oxirgacha tanishtirganimizdan keyin aytamiz. Mana bu yerda kirganimizda mana bu yerda hojatxona uchun joylari bor. Bu yerda undan to'g'risida sanuzul uchun joylari bor. Endi bu yerga общий sanuzul qilib tashab ko'chib kirib mana bu tarafdan ko'rsatsangiz devorni bu yergacha olib kelib zalni kattakon qilib yuborsangiz bo'ladi. Bu devor olib tashlanadi-da, prixoshka qilinadi. Endi ikkinchisi tualet dush bu tarafda bo'ladi, sanuzul общий. Endi buni oshxonani ham kengaytiradigan yo'li bor. Bu devorni oshxonani bunaqasiga tashab, taxminan yana bir 1,5 metrlar kengayadigan joyi qilsa bo'ladi deb bemalol. Hamma xonalar kirib chiqish alohida bo'ladi shunda. Hujjatlar hammasi joyida. Lokatsiyani ko'rishlaringiz mumkin. Megaplanet mana Yunusobod metro bekati, Universitet dehqon bozori eng yaqin bozor. Turkiston metro bekatidan taxminan 10 minutlik masofada Okean turar joy majmuasi Xonsaroy tomonidan qurilgan betongang bo'yida, yo'lning bu tarafi Yunusobod 16-kvartal. Havosi toza joyda, lokatsiyasi yaxshi joyda joylashgan. Mana eng yaqin metro Turkiston metro bekati.